Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar, sizlar ko'rib turgandan nihoyatda xursandman. Bugungi video rolikimiz ham ko'pchilik uchun manfaatli va foydali bo'ladi. Bugungi video rolikimizda ko'pchilikning televizorida YouTube ishlamayotgan smart boxlardan ham eski. Shuning uchun men bir ilova topib qo'ydim. Shuni televizoringizga ustanib ketsangiz, YouTube nechta ishlasa, u ham shunday ishlaydi. Uning uchun bizga fleshka bilan USB adapter kerak bo'ladi. Men ilovani Telegram gruppamga tashab qo'yaman. Şuradan bemalol yüklep fleshga tashab ustanib ketsangizlar bo'ladi. Telegram gruppamiz Agabek TV deb izlash bo'limine yazsangizlar, Telegram gruppamiz kanalimizga kelib chiqadi. Shuna bemalol ulanib, şuradan bemalol yüklep olsangizlar bo'ladi. Kanalımıza abone bo'lgan bo'lsangiz, hozirroq abone bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Kimga IPTV xizmati kerak bo'lsa ham bemalol aytaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz. Videoga keladigan bo'lsak, endi televizor orqali davom ettiramiz. Qani yetdik esa. Fleshkani televizorga uladim. Ekranda sizlarning ham ekranlaringizda shundan chiqadi. OK'ni bosib fleshkaning ichine giramiz. Fleshkani USB joyina qo'yasizlar. Okey. Fleshkamizni ochganlarimizdan keyin papka bo'limine giramiz. İlovani qaysi papka tashlasangiz, shuna girasiz. 2 ilova bor. Sizning televizoringizga qaysi ilovaning versiyasi to'g'ri keladigan bo'lsa, shuni ustanobga qilasiz. O'rnatish. Biroz kutib turamiz. Ustanobga jarayoni ketib turibdi. Kanalımıza abone bo'lmaganlar hozirroq kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Bizning kanalimizda manfaatli, foydali videolar bo'ladi. Fakat sizning televizoringiz APK fayllarni ochib bilsa bas. Ko'pchilik televizorda APK fayllarni açıp bermaydi. Men hozir Smart Artel televizordan foydalanib turibman. Ochishga bosamiz, ilovani ochib beradi bizga. YouTube nechik bo'lsa, bu ham shunday. Hech qanday farqi yo'q. Diğerlerde başlashga bosamiz, skaner chiqadi. Mana nishatib o'tishi, nishatib skaner etishi, nishatib Gmail ulashi video atib chiqarib ko'pman. Kanalimdan qarasangizlar, albatta topasizlar. Hozir biza mehmon sifatida girib foydalanib turamiz. Biroz kutib turamiz. Bu ilovada short ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. YouTube qanday ishlasa, bu ham shunday ishlaydi. Bemalol televizoringizga ustanobga qilsangiz bo'ladi. Toshkent City'ga o'tibdilar-ku. Bunda ham shu qidiruv bo'limi ham bor. Short film, gami, musiqa. YouTube qanday bo'lsa, bu ham shunday ilova. Hech qanday farqi yo'q. Bemalol yuklab ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Agabek TV bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.